Assalomu alaykum. Hammalarga kunlar xayrli bo'lsin. Mana Gazabloy baholasi chiqaryapmiz, suvlar islayapmiz. Baholasi ish jarayoni biz to'xtab qolgani yo'q. Mana ko'rishlaring mumkin, suv isyapti. Baland o'tda suv isyapti. 24 soatlik turgan mana g'ishlarimiz mana 24 soatdan maqasi turibdi. Suv shilkamiz ichida. Baholasi olib chiqamiz, olib chiqib zakazlarimizga baholasi yetkazib beramiz tez kunda. Mana gazabloylarimizni terib qo'yganmiz mana. Gazabloylarni terib Fillar qabristoni qilib yuborganmiz. Avtomat reskamiz bor, mana suv shilkamiz bor, suvlarimiz isyapti. Baholasi tez kunda egalariga yetkazib boramiz. 2,5 mingta zakaz qilishgan, to'plab beringlar dedi. Birdaniga olib ketamiz deyishganiga. Shunaqa chiqarilyapti. Kimda shunaqa fikr bo'lib, misol qishda bo'lmaydi, u bo'lib ketadi, bu yo'q. Naborot mana qishdagi mana holatdagi qattiqligi, ezilish darajasi, sinish yo'q. Baholasi qishda ham ish bo'lyapti. Antimarozni kiliga qo'shib urishyapti. Baholasi bu g'ishlarimiz ham behijolat, sertifikatlari bor. Proshnosi 600 marka bo'ladi. 550 markali sementda quyilyapti. Yasin sementida hozir bir qator sizlarga ham ko'rsatib o'tib ketay. Ishonch hosil qilinglar demoqchiman. Mana 550 marka. Mana sementlarimiz. Bemalol behijolat telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar, layklar bosib, gazabloy chiqarayotganlarni ham, qora mehnatda, ertalabda sovuqda mehnat qilayotganlarni ham baholasa qadriga yetinglar. Sizlarga zo'r videolar ko'rsatib, obzor qilib ko'rsatamiz. Hammaga omad. Kelayotgan bayramlaring bilan hammalar.